Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, hurmatli fermerlar. Bizda mana Samarqand viloyati Tayloq tuman Payshamsiyoq qishlog'idan megaton urug'dan ekkerik mana 27-iyunga mana tayyor bo'lib qoldi. Bu akamizga beramiz shuni. Nasib bo'lsa megaton dehqonimiz yetishtirib berdilar. Juda zo'r bo'lgan. Toshkentda asosan zavodlarga yetkazib beramiz. Xolodilnikka bosishga tayyorlab beryapmiz. Toshkentga dehqonimiz yetishtirib berdilar. Sifati yaxshi bo'lgan, uchigacha davom bo'lgan. Jo'xoriga gap yo'q, mana hozir tayyor bo'lgan holati. Xudo xolasa Toshkentga yetkazib beramiz tayyor mahsulotlarni. Shu mana birinchi polyamiz yog'i ketdi. Xudo xolasa bundan 35 gektar ekkanimiz bor. Hurmatli fermerlar, barchangizga shu megaton urug'da ekishni tavsiya qilaman.